欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sikila Asghar。今天我们要学习的是第7单元的目标大本营啊，第7单元的目标大本营。然后呢，我们一起来看一下，首先是一词多义，不是那个 көп хил мәнісі，那我们来看一下，今天要学的这个一词多义是哪一个呢？清楚，清楚。那清楚它一共有几个意思？在这个地方一共出现了4个。birincisi一了解和辨认，一了解和辨认，这个tushunish, farqlantirish oson degan ma'noda chiqadi ekan. Masalan, 道理已经也讲得很清楚了，道理也讲得很清楚了，那就是道理ni naiti, qoidani naiti, aniq deb berdim, so'zlab berdim degandek. 我视力好，把心看得很清楚。Meniki ko'zimni ko'rish quvvati yaxshi. 那把心o'qitga vaqtimizdagi pan着把心对不对？ashuni aniq ko'ralayman degan gap. 那ikkinchisi知道 bilish, 了解 tushunish, bilish degan ma'noda ekan. 这事儿我最清楚。bu ishni man aniq bilaman demakchi. 这事儿我最清楚 aniq bilaman degan gap. 那第3个呢，明白无误，不含混，那就是说o'tirliqda hech qanday masala yo'q, aniq aralashib ketmagan demakchi. 他清楚的u aniq holda向大家宣布了大队的决议。那 ko'pchilikka o'sha atrofniki qarorini dedi, aniq deb berdi, 那就是qalaymaqan emas, aralashtirib yotmadi demakchi. 第4个呢，透彻有条理，那就是nima bo'yicha deymiz, 透彻有条理deganimiz to'liq ham tartiblik degan ma'nosi. to'liq ham tartiblik. 那 masalan tafakkuri aniq bo'lgan bo'lsa, 思维清楚，思维清楚，把问题想清楚。那 masalani aniq o'ylashish, masalani aniq o'ylashish. 好，那清楚一共在这个地方有几个？hammasi biz asosiyatan aniq deymiz, lekin 就是tushunish degan chaqdami清楚了嘛 desak bo'ladi. 那 gapni ochiq qiling desak, 那把话说清楚 desak bo'ladi. Andan keyin ko'zimiz aniq ko'ralamdi, ko'ramamdi, ochiq emasmi degan chaqda nimani看清楚 deymiz. Uningdan boshqa shu o'ylarimizni aytdim, shu tartibli bo'lgan chaqda 你说非常的清楚 desak bo'ladi. 好，那我们把这个后面的这个句子呢一起读一下。道理也讲得很清楚了，道理也讲得很清楚了。我视力好，把心看得很清楚。我视力好，把心看得很清楚。这事儿我最清楚，这事儿我最清楚。他清楚地向大家宣布了大队的决议，他清楚地向大家宣布了大队的决议。思维清楚，思维清楚，把问题想清楚，把问题想清楚。好，这是我们的一词多义，清楚。那接下来呢是词句例示啊，词句例示。今天的词句例示一共是3个。第一个呢是怪不得，怪不得。第2个呢是什么什么的时候，的时候啊。第3个是一起一起，还一起，不难。那我们先来看一下第一个，怪不得，怪不得deganimiz ajablanarli emas ekan。那一般情况下，他说啊，表示明白了原因。yani sababini tushungandan keyin 对某种情况就不觉得奇怪。那 sababini bilib bo'lgandan keyin ma'lum bir xil ahvolga qarata g'alati his qilmay, asli mundaq ekanda ajablanarlik, mundaq bo'lish ajablanarlik emas ekanda deb o'ylagan vaqtimizda 怪不得你是怎么在。那一般情况下
ma'lum bir xil ahvolni so'zlaymiz. Mundaq bo'pti deb. Bu xil ahvolni biz hozir nima bo'ldi deymiz, sababini bilib bo'lgandan keyin shundan keyin qo'y budi mundaq bo'lishi ajablanarlik emas ekanda. Dastlabda g'alati his qilgandik. Masalan, saboqdoshlarning hammasi kunda darsga keladi. Bugun buning ichidagi shu olimjon yo'q, shuning bilan bu kunda keladigan bola bugundan ketdi deb men buningda g'alati his qildim. Keyin u bolaninki og'rib qolganligini bilgan vaqtimda, asli mundaq ekanda, bugun kammaganlik ajablanarlik emas ekanda deb turib, men ishning sababini bilgan vaqtimda, asli mundaq ekanda degan chaqda, qo'y budi. 那怪不得他今天没有来上课，原来是因为病了呀。怪不得他今天没有来上课，原来是因为病了呀。degandagi. 那再比如说yana bir misal alsak, bugün mesela 现在是几月份呢？我们假如说hazır 7degan bo'lsak，现在是7月份。那7月份的时候，外面的天气应该是怎么样的呢？外面天气应该是很热，对吧？那我们平时穿的应该是什么呀？Biz odatda nipis kiyimlarni kiyamiz qo'y. Lekin bir kuni masalan o'zim desam, 假如有一天呢，我突然间穿了很厚的衣服，我穿了一个毛衣的里，不是po'payga kiyib olgan bo'lsam， shuning bilan同学们看到，这么热的天气，老师怎么穿了毛衣？那我们就可以说，那如果说原因是因为老师生病了bo'lgan bo'lsa， 你说怪不得老师今天穿的这么厚，原来是因为生病了呀，或者说感冒bo'lgan bo'lsa。 怪不得老师今天穿的这么厚，原来是感冒了呀。desek bo'ladi va yana maslanga men yo'lda ketib berib birsiga 打招呼 qildim, birsiga "我yaxshimisiz?" 我跟他打招呼，我说你好，但是这个人呢不理我，bu odam menga qarmadi。然后 shuning bilan "bu odam nemish menga qarmaydigandu" deb yanima iniq qarsam, u odam men tunadigan u odam emas ekan， 就是说我认错人了。那这个时候呢，就是说那bu odamniki mening salimimga qaytuvmagani engash ajablanarlik emas ekan, asli men odamni xato tunyaptiman， 对吧？那你就说怎么说呀？怪不得他不理我，原来是我认错人了呀。怪不得他不理我，原来是我认错人了呀。眼泪。那接下来我们来看一下这个书上的例子啊。天气预报说今晚有雨。mushu avaraydan oldin ma'lumotda nima debdi? Bugun kechda yomg'ir bor debdi. 怪不得这么闷热。bundaq iliqi isib, 就是odamning dimi siqilg'idek bunda isishi qandaq ekan, ajablanarli emas ekan. Odatda yomg'ir yig'ishdan burun bir xil mimindi bo'lib ketadi-ku. Shu. İkincisi, 怪不得他今天没来. Onun bugün mushu kamligidan ajablanarli emas ekan. Nemishqa desak, 原来是生病了. Asli u og'rib qopti degandek. Ishqilib, ma'lum bir ishninki, siz hayron qolgan bir ishninki sababini bilgan vaqtimizda, mundaq ekanda, ajablanarli emas ekanda degan vaqtimizda, 怪不得 deb ishlatamiz. 第二个，什么什么的时候，什么什么的时候，munda vaqtda degandek. Masalan, her kuni kechda uxlayotgan vaqtimda, 每天晚上睡觉的时候, men chashqandan keyin qitir-qitir qilgan ovozni anglayman desam, 每天晚上睡觉的时候，我都会听到老鼠咯吱咯吱的声音。每天晚上睡觉的时候，我都会听到老鼠咯吱咯吱的声音。desak bo'ladi. Yana maslanga, munda vaqtda deb, har qitim sizni ko'rganda opamni eslayman desam, 每次见到你的时候，我都会想起我的妈妈。每次见到你的时候，我都会想起我的妈妈。desak bo'ladi. 这个呢，什么什么的时候，那我们来看一下，munda vaqtda
미에디게 미살가 qarab谢谢你在我生病的时候来照顾我. Sizningki men shu og'rib qolgan vaqtimda mening olimdan xabar olganingizdan rahmat aytaman debdi. 谢谢你在我生病的时候来照顾我. 下面呢，就算是困难的时候 Gerçi qiyinchilikqa uchragan bo'lsaqmi, 我们也不能放弃. Biz vaz kechsak bo'lmaydi. 这个地方这个老师的这个维语呢说的不是特别的好啊，他是yaxshi chiqmadi. Apu qilib, anan keyin kang qusaqliq bilan ko'rishinglarni umid qilman. Juma. 好, shuning bilan 这个懂了吗? Manda vaqtda degani 什么什么的时候，什么什么的时候啊。谢谢你在我生病的时候来照顾我。就算是困难的时候，我们也不能放弃啊！这是我们什么什么的时候啊的时候。qiyinchilikqa yo'liqqan vaqtingizda meni izlang. 遇到困难的时候就找我。遇到困难的时候就找我。desak bo'ladi. Uchinchisi, 一起还一起。一起还一起 billa yana billa degandek. 那 demek 就是说 ma'lum bir odam或者说 ma'lum bir shaxslarningki ma'lum bir ishlarni billa qiladiganligini so'zlab berdi desak bo'ladi. 那就是biz billa manda qilamiz, billa anda qilamiz, billa yana bizning qilamiz degandek. 比如说 shu yaqin do'stlar aradaymiz-ku. Billa tamoq yeb, billa maktabga berib, billa darsdan tushib, yana billa topshiriq ishlab degan bo'lsa, 那好朋友啊，或者说同学 savoqdoshlar desakmi bo'ladi-ku. 同学一起上学，一起放学，一起吃饭，还一起写作业 desak bo'ladi. Yana billa manda qiladi degandek. 那 yana maslanga yana kimni deylik, xotin desak fuchi fuchi. 那 billa turmush kechiradi, billa bolasini tarbiyalaydi, yana billa qiriydi desak 一起生活，一起教育孩子，一起到老 desak bo'ladi. 还一起到老，夫妻一起生活，一起教育孩子，还一起到老 desak bo'ladi. 这个呢是一起还一起本来。那我们来看一下这个地方的例子啊。我和弟弟 Mevkan bilan 每天一起上学 har kuni birga maktabga boramiz, 一起放学回家 birga darsdan tushib uyga qaytamiz, 还一起做作业 ya'ni birga topshiriq yozamiz debdi. İkincisi, 我永远不会忘了大学4年里 mangu unutib qolmayman. Nimani? Oliy maktabdagi mushu 4 yilda 和舍友们一起 kim bilan 舍友 deganimiz yatakdoshlarim bilan birga 一起学习 birga o'rganish qilib 一起玩耍 birga o'ynab 还一起锻炼的日子 ya'ni birga chiniqqan kunlarimni unutib qolmayman deb ish qilib birga bir ishlarni qilgan bo'lsak birga deb turib desak 那就是一起还一起 desak bo'ladi. 那今天的内容不难啊 tasamas 跟老师呢一起来读一下。天气预报说今晚有雨，怪不得这么闷热。天气预报说今晚有雨，怪不得这么闷热。怪不得他今天没来，原来是生病了。怪不得他今天没来，原来是生病了。谢谢你在我生病的时候来照顾我。谢谢你在我生病的时候来照顾我。就算是困难的时候，我们也不能放弃。就算是困难的时候，我们也不能放弃。我和弟弟每天一起上学，一起放学回家，还一起做作业。我和弟弟每天一起上学，一起放学回家，还一起做作业。我永远不会忘了大学4年里
和舍友们一起学习，一起玩耍，还一起锻炼的日子。我永远不会忘了大学4年里和舍友们一起学习，一起玩耍，还一起锻炼的日子。好，这个呢是我们的词句例式。那接下来看一下我们的表达方式。你们们主要是呢是学习用语，就是ügünüş bilen münasebetlik gap sözler. Na bugün ma içindeki mazmunga qarab baqaylik. Ügünüşünüz qandaq desek nima deymiz? 学习怎么样？ Birinchisi, 学习怎么样? Ügünüşte tirishchanmi? Tirishchan degani nuli deymiz-ku. Na ügünüş tirishchanmi desek nima deydigan? 学习努力吗？学习努力吗？是这个是tirishchanmi？你学习努力吗？我希望同学们都能回答努力啊。第3个呢，成绩好不好？成绩好不好？那үйренгеннен кейін оның бір нәтижесі болады ғой. нәтижесі yaxshi ма yaxshi emasmi десе не дейді екен? 成绩好不好? 成绩好不好? На мектепке барған уақытымызда әр күні қанша сағат дәріс оқисыз десек, 每天有几节课? 每天有几节课 desek bo'ldi. Үйгініп манчинчи нәге келдіңла, аяй келдіңла, мие келдіңла деген чағда немде айтдық? 学到哪儿了 дейміз ғой, 学到哪儿了. Миеге келдік, мәселен, біз 8-ci bölümге келдік деген болсақ, 我们已经学到第8单元了. 我们已经学到第8单元了. Bunun suali 学到哪儿了? Buludu. Nege geldinla ügünüp 学到哪儿了? 我们已经学到第8单元了. Bulab çıkıdı. 然后呢, 我的本子, ügünüş bilen münasebetlik degende gün ügünüş kuralları 肯定不会少, 是不是? 我的本子用完了, 明天去买个新本子. Depterim tügüdi, aytib berip men bir yangi depter setib olaman. 我的本子用完了, shiltib boldum degani nima deyotganmiz? 用完了. 我的本子用完了, 明天去买个新本子. Topshiriqni ishlab bo'ldikmi? 作业做完了吗? 作业做完了吗? 那写呢 ishlasak bo'lamdi, bo'ladi. 作业写完了吗? 作业做完了吗? 两个都可以啊, 两个都可以. 然后呢, 有不会不明白的地方吗? bilmagan, tushunmay qolgan yerlar bormi? 有不会不明白的地方吗? 有不会不明白的地方吗? bilmagan, tushunmay qolgan yerlar bormi? 那就是说，平时这个老师上课的时候呢，Muallim ders o'tayotgan vaqtida 经常会问啊，tushundinglarmi, tushundinglarmi deb so'rasa nima deydi? 同学们懂了吗？懂了吗? deb so'raganni 就是懂了, 明白了 deb javob beramiz. 那 tushunmay qolgan yerlar bormi desak, 有不会不明白的地方吗 deb so'rasak bo'ladi. 那 qiyin savollarga yo'liqib qilish 这个肯定是经常的啊，经常的. 那我们说 bu savol bek taskan, men ishlayolmadim desak nima deymiz? 这道题太难了，我不会做。这道题太难了，我不会做。deymiz. 好，那像咱们学这个东西的时候，每次像那个学课文的时候，我都是怎么说的呀？把 tekstni yodlab etdinglar deydim ғой. 那 tekstni yodlab etdinglar degan nima deyotganmiz? 把这篇课文背下来。把这篇课文背下来 deymiz. 下面呢，我在做练习，明天要考试. men nima ish qilyaptiman? men mashq ishlayaptiman. Erta imtihon bor degani 明天要考试啊。很多同学说明天有考试deydi. Unda demaymiz. 明天要考试 deymiz. 好，那这个 mashq ishlayganni 做练习啊，做练习。下面一个，你们班有多少个学生? Sizlarning sinfda qancha o'quvchi bor? 你们班有多少个学生? Sizlarning sinfda qancha o'quvchi bor? Ularning o'rganish natijasi qanday? 他们的学习成绩怎么样?
他们的学习成绩怎么样？那不能叫我白干讲的不是的40个吧？在我们班有40个学生，他们的学习成绩很好。那考试是肯定会有的。imtihan 조금 azıp kalmaydı.那 imtihan'da kaç numara aldınız desek， 考试考了多少分？考试考了多少分？100 numara alsa 100分，90 numara 90分deymiz。考了第几名？kaçıncı buldunuz？ 那kaçıncı buldunuz desek， 考了第几名？deb soraymiz。好，birinci buldum， 考了第1名、第2名都可以啊。哪位老师教你们？那qaysi muallim sizlarga dars berdi desek， 哪位老师教你们？哪位老师教你们？那 darsni qandayroq o'tdi desek nima deymiz？ 教的怎么样？教的怎么样？deymiz。qanday o'tdi？ 教的怎么样？那 nihoyatda yaxshi o'tdi， 教的很好。yaxshi emas， 教的不怎么样desek bo'ladi。好，那么跟老师一起来读一下。学习怎么样？学习怎么样？学习努力吗？学习努力吗？成绩好不好？成绩好不好？每天有几节课？每天有几节课？我们已经学到第8单元了。我们已经学到第8单元了。我的本子用完了，明天去买个新本子。我的本子用完了，明天去买个新本子。作业做完了吗？作业做完了吗？有不会不明白的地方吗？有不会不明白的地方吗？这道题太难了，我不会做。这道题太难了。我不会做。把这篇课文背下来。把这篇课文背下来。我在做练习，明天要考试。我在做练习，明天要考试。你们班有多少个学生？你们班有多少个学生？他们的学习成绩怎么样？他们的学习成绩怎么样？考试考了多少分？考试考了多少分？考了第几名？考了第几名？哪位老师教你们？哪位老师教你们？教的怎么样？教的怎么样？好，这是表达方式。那可以做同学之间可以做一做对话啊。Mushu sabaqdaşlar özara mushu diyalog düzüp mushu mazmunlarni ishiltib qilib baqsaq bo'ladi。好，下面一个呢是看一看学一学。这个看一看学一学里面都是些什么呀？学习用品。Yani bizdeki mushu Ügünüş buyumlarımız， 对吧？Ügünüş mektepte işletilen neslerimiz。那么这些东西我们经常见到，也许你每天都在用。Her gün işletilen buluşunuz mümkün。那bunu你们的ataydı？我们一起来看一下啊。Uygurcası这个维语意思我就不说了，看图自己理解。钢笔，钢笔，铅笔。铅笔，圆珠笔，圆珠笔，是来，第一个是钢笔，是这个钢笔的规模错。然后第二个呢，铅笔，kalendash 也是铅笔。然后圆珠笔，圆珠笔啊，那种买qalam的规模错不能改，对，就是这个圆珠笔。好，下面呢？橡皮，橡皮，卷笔刀，卷笔刀，铅笔盒，铅笔盒，涂改液，
涂改液，尺子，尺子，水彩笔，水彩笔，订书机，订书机，订书针，订书针，夹子，夹子，文件夹，文件夹，图钉，图钉，大头针，大头针，区别针，区别针，胶带，胶带，圆规，圆规。好，那作业呢是把这些图里面的东西都记住，前面的这个词句例式要造句，然后这个表达方式呢做一做对话，然后尽量最好就是把它呢背下来啊，会说会用就行了。那好，那我们今天的课就上到这里了，同学们下一期再见。